joyda to'xtang. Men o'tgan videoda hayotga bir sovg'am bor degan edim va u sovg'am o'z nihoyasiga yetdi. Mana sizlar buni ko'rishingiz mumkin. Mana u hayit muborak bo'lsin. Bunga qancha vaqtimiz ketganini bilsangiz do'stlar. Mana hayit muborak katta joyga. Mana shifon bo'lsa mashamadingiz. Bitta bloglarni qo'yib chiqqanmiz do'stlar. Mana endi videoni tomosha qilavering do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan bugun men Dragon va do'stlarim yo'q, chunki Davis jamoamizdan butunlay ketgan bo'lish ehtimoli bor, lekin uning qaytib kelishi juda ham 0.1%. Bunaytir esa hozir o'qishda edi, shuning uchun videoni o'zim olishga qaror qildim. Bugun sizlar bilan parkour battle qilamiz. Let's go do'stlar. Demak do'stlar, mana bizning parkurimiz. Mana birdan ikkitalik qilib o'tib beramiz. Mana o birinchisidan o'tdik do'stlar. Ikkinchisidan ham, uchinchisidan ham o'tdik. Devanga bosib qo'yamiz, lekin hozir kech emas. Hop, bunisidan o'tdik. Hop, bunisidan ham o'tdik. Hop. Hop do'stlar. Hop. Endi bu yerda sandiq bor ekan. Xo'sh. Bu parkurni o'zim yasamaganman. Uni proprietor menga yasab bergan. Bu yerda ham devanga bosib qo'yamiz, lekin baribir qaytadan tug'ilmaymiz. Bu yerga nima? Vazirlar qilishimiz kerakmi? Water drop. O'xshadi do'stlar. Endi bitta olaman. Bitta minishimiz kerak. Tepaga chiqamiz ekan. Hozir nima bo'ldi do'stlar? Do'stlar, hozir nima bo'ldi? Men tushunmayapman hozir. O'zimiz tepaga chiqaveramiz ekan demak. Bu Paperknightning xatosi bo'ldi. Endi bittachi, demak bitta slayddan sakrab borishimiz kerak ekanda. Demak, go. Hop. 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 Bu oson bo'ldi do'stlar. Endi esa bu yerdan tepaga chiqamiz ekan. Do'stlar, menimcha video ozgina bo'lsa kerak. Keyin 100 ta zoom nima qilsak bo'ladi? Keyinroq o'ylab ko'raman. Va bitta videoda ikkita narsa bo'ladi do'stlar. Tushib ketyapman. Ilinib qoldim do'stlar. Negadir men 3 kun bo'lsa ham bir haftadan beri video olmay turganga o'xshaydi ekan. Shuning uchun video olishni boshladim sizlarga. Hozir tepaga chiqamiz. Menimcha do'stlar, bu yerdan water drop qilsak kerak. Water drop. Havum baba. Juda sekin chiqargan lekin mikka. Agar tushib ketib o'ladigan bo'lsam, yana boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Qanamasdan do'stlar, sizlar videoga like bosib qo'ying. Men esa water drop o'xshamadi do'stlar. Endi yana boshdan qilishga to'g'ri keladi. Lavaga tushish kerak yana qaytib. Bu ikkinchi o'limim edi do'stlar. Videoning oxirida nechta o'lganim ham sanab keting. Kommentariyaga yozib keting. Hop. 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 Endi slime olamiz. Slime'ni tirik qolish kerak. Tirik qoldim. Buni olmaganimiz yaxshi. Bitta cross o'zimiz sekin piyoda chiqamiz. Hozir yana bitta uxlaman, jonim ketadi.
Yerdan qanday chiqamiz endi? Menimcha mana shu yerda chiqsak, o'tib ketsak kerak mana shunday. Endi o'tib ketamizmi? Jonim ketishi kerak va jonim ketdi. Va endi bu yerdan o'zimiz chiqamiz. Vay do'stlar, uzr. Endi esa yana bu yerdan oddiy bossak, yetib olar ekanmiz. Endi bu yerdan yana birozdan so'ng chiqamiz. Havum baba, havum baba, havum baba. Mana men chiqyapman do'stlar. Agar hozir o'xshasa, sizlar videoga like bosasiz va yana bir narsa qilaman, video qisqa bo'lib qolmasligi uchun. Qani bo'lmasam do'stlar, sizlar videoga like bosib turing. Men esa bu yerdan mana 128 bo'lay ekan. Qani bo'lmasam, let's go do'stlar. O'xshadi jigarlar. Bu o'xshadi do'stlar. Sizlar endi videoga like bosib qo'ying do'stlar. Endi esa boshqa narsa qilib ko'ramiz. Qani bo'lsam, let's go. Do'stlar, men nima qilishni topdim. Biz esa hozir tekis zonada chiroylikkina uy quramiz. Qani bo'lsam, let's go. Demak do'stlar, men unchalik mohir emasman, lekin o'zim o'ylab topgan bitta uy bor. Bunday quramiz. Nechta bo'lishi ahamiyatsiz. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ta bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 8. Mana shu uy yetib qoladi. Do'stlar, bu uyimiz obsidiandan bo'lmaydi, lekin juda ham wow bo'ladi. Bu yerni esa TNT bilan to'ldirib chiqamiz. TNT do'stlar, bizda ozgina uzilish bo'ldi va bu temirlarni ularni porlatamiz do'stlar, porlatamiz. Endi esa bunga almashamiz. Va biz mana shunday joyga ega bo'lamiz. Endi esa do'stlar, uyimizni obsidiandan qurganmiz, chunki bu mustahkam bo'ladi. Obsidian hayotda ham bor va u portlashlarga chidamli. Bularni qo'yamiz. Bu yerga qo'yib chiqsak,
ko'tarib chiqamiz. Bu uyni o'zi men oldin ko'rganman, lekin to'liq yo'q. Bu yerni esa suvlar bilan to'ldirib chiqamiz. Bu yerni esa bular bilan. Bu yerni esa bular bilan. Bu yerni esa bular bilan. To'xtanglar. Uyimiz kichkinchalik ekan, boshqasini quramiz. Men esa ozgina kutinglar do'stlar, men esa ungacha obsidianlashni qo'yib, borliqgacha o'tiraman do'stlar. Do'stlar, men buni qurib bo'ldim. Endi esa buni buritamiz va mana bu yoqqa qochamiz. Borda. Wow, telefonim qotib qoldi. Wow, portlagan joy juda ham katta ekan. Mana bu yerlarni esa bunday qilsak, yo'q bo'ladi. Mana sarg'ayib qolgan bedrock. Endi esa buni yana qurish kerak. Endi esa buni qurish kerak. Arkadaşlar, ben bunu buldum. Endi esa bu yerga suv quyib chiqamiz. Mana bu yer qolib ketibdi. Endi hech qanday joy qolib ketmaydigan uchun hozir qilamiz va buni suv bilan to'ldirib chiqamiz. Bu yerni bu taraf. Mana bu yer qolib ketibdi. Endi esa mana buni olsak, keyin buni bu yerga qo'ysak, mana suv turib qoladi. Suv teryapti. Do'stlar, bizda yana ozgina uzilish bo'ldi. Yaxshi xabar bor do'stlar, bizga hozir Pepinator qo'shiladi va birga uy quramiz. Yoki Pepinator ham alohida uy quradi. Pepinator kiring.
Free Fire. Aytib nomingizni o'zgartirdingizmi? Ha, voy. Voy do'stlar, mana bizning mana bu yerga endi to'xtaylik, buni qo'ygan. Bundan qo'yib chiqamiz yoki mana shu o'yindan qo'yib chiqamiz. Yerga PvP Nima bo'lmoqda? PvP qo'shildi deyapti Pnayter. Nima qilay? Bitta esdan chiqsa. Mayli. Nima bu? Nima bu? Uy. Uymi? Pnayter uyquning bittasiz ham. Biz hozir uylarimizni qurib olamiz va keyin sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar esa bemalol videoni tomosha qilavering.
Do'stlar, negadir shu joyda biz gapirgan edik, lekin ovoz chiqmay qoldi. Mana hozir uyimizni tomosha qilishingiz mumkin. Bu mening uyim. Mana bu yerda divanlari pol, divan shunday qurgan edik, lekin ovozimiz chiqmabdi ekan. Lekin yaxshi uylar qurgan edik. Mana divan, mana bular. Ular nega qurgan o'zim ham bilmayman. Shunday qilib chiqib ketdik. Endi esa mana bu Po'panaytning uyi edi. Shunchalik kulgili chiqqan edi, lekin ovoz yozilmabdi ekan. Xullas mening uyim tugadi va Po'panaytning uyini oldiga boramiz. Hozir Po'panayt boshqacha bosh kiyib olgan, endi esa u o'zining boshini o'zgartiradi. Ana Po'panayt zombiga aylandi. Shuncha gapirganimiz, lekin yozilmay qolibdi ekan do'stlar. Endi esa Po'panaytning uyiga kiramiz. Endi esa Po'panaytning eshigini topish kerak. Bu uyni qurishga shunchalik uzoq vaqt ketdiki, shuning uchun 8 kundan beri video chiqqani yo'q edi. Va bu yerda esa uyning ichiga kirmoqchi edim, lekin Po'panayt meni ham kutib tur degan uchun turgan edim. Va biz uyning ichiga kiramiz. Eshikni ochish kerak edi, Po'panaytni bordim. Va men uyga kirdim. Mana uy pol shaxmat yozibdi, boyliklari Po'panaytni. Bu esa divan lekin cho'tga chiqqan. Mana bu yerda yana qo'shimchalar qo'shyapti. Bu yerda esa televizor, jikjam bilan vandan urishyapti. Mana shu joyda Po'panayt televizorni buzgan edi. Endi esa boshqatdan qo'yishga to'g'ri keldi va uni yana qo'ydik. Ana shu yerda bitta chiqqan edi, ana shu, lekin biz uni yo'q qilib yuboribmiz. Ana chiqqan edi. Bu yerda esa jikjam bilan vandan urishyapti. Va bitgan bilmadim, lekin kommentariyada yozib ketishingiz ham mumkin do'stlar. Biz buni boshidan yana yozishimiz mumkin edi, lekin biz uni qo'llatib yuboribmiz. Endi shoxliga, lekin biz buni bilmagandik, ovoz chiqmagandi. Lekin men hozir videoni tayyorlayotganimda buni bilib qoldim va ovoz umuman chiqmagan ekan. Endi biz bu yerlarda o'tib ketganmiz va eshikni buzib qo'ygan edim. Po'panayt esa to'lasan endi 5 million degan. Keyin yana boshdan yopib chiqqanman eshiklarni. Shu ovoz yozilmagani uchun video ham g'alati chiqib qolgan bo'lsa kerak. Bundan keyingi videomiz esa Minecraft P degan o'yinda o'ynash bo'ladi. Mana buning tepasi. Mana Po'panaytning kaktus zori. Tepadan esa shunday illyuziya ko'rinadi. Illyuziyamidi shunaqa edi menimcha. Xullas do'stlar, sizlar mening uyimni ham, Po'panaytni ham uyini ko'rdilaring. Aytgancha bu joyda men uyimni videodan tashqari qurib turganimda bir narsani ko'rib qolgan edim. Mana hozir bu joyda emas edi. Narigi tarafida pechkaning tepasida edi. Mana ko'rishingiz mumkin, aynaning tepasida bitta odamning rasmi turibdi. Buni men tushunmadim.
Proprietor ham buni ko'rdi. Buni lekin qanday odamning egasi bo'lishi mumkin? Men tushunmadim lekin. Xo'sh do'stlar, endi Proprietor ham, men ham o'zimizning uyimizni ko'rsatdik. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lmaganlar esa kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilamiz. Hayotgancha bugun biz 53 ta bo'libmiz. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Endi hammaga yoz keldi, dam keldi va ko'proq videolar tayyorlashga harakat qilamiz do'stlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Proprietor va Dragon bo'ldi.